Zerikdim, charchadim. Keling charchog'ingizni o'zim yengillashtiraman, inshaalloh. Ha, bu gaplardan keyin shayton ham shunaqa deb yuborgan bo'lsa kerak. Oy, dinlaykan bilan qochdik. Dinlaykan bilan. Mavzuga qaytamiz. Zerikdim va charchadim deb yozgan qizga ko'plab javoblar keldi. Masalan, salom, nega zerikasiz? Nega? Nima uchun? Nimadan zerikdingiz? Keling birga vaqt o'tkazamiz. Zerikmisiz? Zerikkan bo'lsang bu dunyoni g'amidan. Nega chiqding sen oyijoningni? Uydan? O'zingizga yoqadigan hobbi tanlab oling. Hozir nimani sezdingiz? Agar hech nimani sezmagan bo'lsangiz, men sezdim. Bir yosh qiz bilib yoki bilmasdan nimanidir yozib qo'ydi. Endi unga javob beryapti turgan insonlarning profil rasmiga qarang. Ular yosh yigitlar emas. Katta kishilar, oilali insonlar. Bir ikkitasi ajrashgan bo'lishi mumkin. Lekin bu degani nabirasdagi qizga ishqiy munosabatda yozish kerak deganimi? Nima ularni yozishga haqqi yo'qmi? Yomonda axir. Tasavvur qil seni dadang, opang yoki singling tengi qizlarga cho'qinib yuribdi. Bu holatga nima deysan? 2024-yildagi statistikaga ko'ra, dunyoda 650 milliondan ko'p qizlar 18 yoshgacha jinsiy zo'ravonlikka uchragan. Va bu degani har 5 ta qizdan bittasi. Ya'ni 18 yoshga to'lmagan o'smir yoshdagi har 5 ta qizdan bittasi demoqchiman. Yo, sal chuqurlashib ketdik. Kelinglar endi 15 ta kam chollarni profilini tekshirib chiqamiz. Bu opaga ham bu bomikin o'zini rasmini internetga joylab, endi hozirgi brat bunga ham yozibdi. Doktor salom, men bemorman sizga. Davolang. Simpatichная девушка. Voy, gap yo'q. Go'zalsiz. Bomba. Nega kayfiyat yo'q? Mavzuni tushundingiz deb o'ylayman. Endi esa videoni boshlashdan oldin yaxshi va yomon yangiliklarni aytib o'tmoqchiman. Videolar sifatli chiqishi uchun eski xonamni remont qildim. Lekin bir hafta davomida sovuq havoda ishlaganim uchun kasal bo'lib qoldim. Isitma, bosh og'rig'i, tomoq og'rig'i, shamollash, gripp va ovozim shu holatdan shu holatga kelib qoldi. Tomog'imga nimadir urdi onasi. Bu. Og'izlaringiz. Va nihoyat 4-5 kun deganda tuzaldim. Va keyin nima bo'ldi bilasizmi? YouTube kanalim bloklanib, o'chib ketdi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Shuncha yillar davomida shuncha mehnat qilib chiqargan videolarim, to'plagan obunachilarim endi yo'q. Tabiiyki qattiq stressga tushdim, siqildim, bo'g'ildim va buning oqibatida yana kasal bo'lib qoldim. Bosh og'rig'i va holsizlik. 4-5 kun davomida qancha dori ichib harakat qilsam ham baribir tuzala olmadim. Va markaziy shifoxonaga borishga majbur bo'ldim. Aniqrog'i, hatto yurishga ham kuchim yo'q. Meni olib borishdi. Doktorning aytishicha bu stressdan. Va Instagramda obunachilarimga bo'lgan voqealarni tushuntirib berdim va ular kanalim bloklanib ketgan bo'lsa, buni qo'rqinchli joyi yo'q. Biz chetdamiz, biz o'lganimiz yo'q. Biz qo'llab-quvvatlaymiz, obuna bo'lamiz. Kerak bo'lsa oldingidan ham kuchliroq qilib yangi kanalingni ko'taramiz deyishdi. Va yangi kanalda, yangi formatda, yangi yo'nalishda, yangi ko'rsatuv bilan videoni boshladik. YouTube kanalida. Hayotimga shuncha musibat kelib, shuncha tushkunlikka tushib turgan bir paytimda sizdan faqatgina bir donagina yordam kerak. U ham bo'lsa obuna bo'lib, poddershka qilib tursangiz bo'ldi. Ijodni menga qo'ying. Hech qachon bir har doim kishini bo'lib umuman yig'lamaganman, do'stlar. To'xtang, Threads nima o'zi? Bu birinchi sonimiz bo'lgani uchun Threads nimaligini ko'pchilik bilmasligi mumkin. Hozir sizga qisqacha qilib tushuntirib beraman. Hammamiz bilgan Instagram qichib qolib, Twitter bilan bir gapga o'xshash dasturni yaratdi. Bu dasturda sizlar o'z fikrlaringni ommaviy muhokamaga qo'ysalaring bo'ladi. Ovozli xabarlaringni, rasmlaringni, videolaringni, postlaringni, xabarlaringni, nimalaring bo'lsa ham jamoat bilan birgalikda muhokamaga qo'ysalaring bo'ladi. Chet elliklar bundan qanday foydalanyapti? Ular asosan qanaqadir texnologiyalarni muhokama qilyapti. Hammasi emas, lekin ko'p qismi shu ilmiy muhokama bilan band.
Ularni eng bekorchilikda va oddiy qilgan muhokamasi ham taxminan shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Masalan, bu rasmda yo'l nima uchun bunaqa qurilgan? Bu nuqtadan bu nuqtagacha shunchaki qurib qo'yishsa ancha vaqt tejalarmidi degan ma'noda why, ya'ni nima uchun deb yozgan. Why? 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 O'zbelachi. O'zbelani yozganini ko'rib yor ko'rsatuvida o'tirganga o'xshaysiz. 33 yoshlik kenayishga kerak. 45 yoshlik kerak emasmi? Kerak. Toping unda. Protein olishga yordam beringlar, yaxshilar. Qiz bolaga nima bor? Protein ichib. Protein emas, bitta go'shtli ukolavaring bo'ldi. Nimani tushundingiz o'zi? To'g'risini aytaymi? Da, yolg'on shart emas. To'g'risini aytganini prochiga joylab qo'ydim. Like, подписка, keyin prochida bosib qo'ysalaring bo'ldi. Prochida to'lig'i bor. Mana shu prochida yechinib cho'milgan videolarim. Buning uchun prochiga kirishlaring. Bilaman mavzudan ancha uzoqlashib ketdik, lekin o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar, bu mavzularni ham kosmosdan olib kelib qo'shib qo'yganimiz yo'q. Zanjir bo'lib ulanib ketyapti. O'zi bu video orqali men yosh katta erkaklarni yosh qizchalarga bo'lgan munosabatini ko'rsatib bermoqchi edim. Lekin ularning munosabati faqatgina yosh qizchalarga cheklanib qolmagan ekan. Uzun sochli inson bo'lsa bo'ldi. Katta ho'kizdek odamlarni qiyab turgan ishini qaranglar. Bejirim. Asal ekansiz. Ты очень красивая. Samanirnost. Salom yaxshi qiz, tanishsak bo'ladimi? Judayam go'zal ekansiz. Yoqtirib qoldim. Tanishsak bo'ladimi? 2016-yil bolachalarda bir-biriga er-xotin oqtarib yurganini ko'rib turib, ota-onalarga aytgan edim. Iltimos, bolalaringdan telefonni olib qo'yinglardi. Endi o'sha bolachalarga murojaat qilmoqchiman. Iltimos, bunaqa ota-onalar bo'lsa telefonni olib qo'yinglar. 5 qo'l barobar bo'lmagandek hamma yosh katta insonlar ham cho'qinib yozadi degani emas. Ularga ham cho'qinib yozishadi. Maqsad esa bitta. O'zingcha osmonsan deydigan odamlarga bitta gap. Yer bilan bitta bo'lib yurgandan osmon bo'lib yurganim yaxshi. Ey suluv qiz, qandaysiz? Birinchidan bu suluv qiz emas. Onang tengi ayol. Ikkinchidan, turishingni qara. Yo'q, men turishingni qara deganda tashqi ko'rinishingni deyap turganim yo'q, qiyab turgan ishingni qara demoqchiman. Telegramingiz bormi? Nomer qoldiring mumkin bo'lsa Shahloxon. Robbim naqadar istarali go'zal ayol qilib yaratgan sizni Shahlojonim. Barno judayam chiroyli, go'zalsiz, ham istarali ayol ekansiz. Mahmayorova, salomlarimiz bo'lsin sizga. Xurshida salom. Latofat, go'zalligingizga gullar hijolat. Rahimova, bu qiz namuncha shirin chiroyli bo'lmasa, nimaga yoqimtoysiz-a? Muslima, telegramingiz bormi? Nomer qoldiring iltimos. Ism familiyasi chiqmagan qizlar bo'lsa, sizlar uchun xursandman. Chiqdimi? Tabriklayman. YouTube'da o'chirib yuborsalaring ham bo'laveradi. YouTube kanalim o'chib ketgani esimga tushib ketdi. YouTube Savdo 24 Telegram kanalida yangi obunachisi ko'p YouTube kanali sotib olsam bo'lar edi. Hattoki shu kanal admini Behruz aka menga obunachisi ko'p YouTube kanallar berdi. Lekin men bu kanallarni sizlarga bermoqchiman. Chunki bilaman ichingizda YouTube kanal yurgizishga qiziqadigan insonlar ko'p. Kanalda olish shartlari juda ham oson. Ekraninglardagi QR kodni skaner qilasizlar yoki video ostidagi havolaga bosib Telegram kanalimga o'tib olasizlar. Qiynalib o'tirmasdan Telegramga Crazy deb yozsalaring ham Telegram kanalim chiqadi. Faqat fake kanallarga aldanib kirib qolmanglar. Ushbu konkurs postini topib, ishtirok etish tugmasini bosasiz. Bo'ldi, tabriklayman. Inson qachon yolg'iz qolgisi keladi? Dunyodan charchaganda, asablar charchaganda, tualetga borganda. Фотошопери, давайте что-нибудь угарни, не справлюсь без вас. Fag'on kim gardishi davron. Meine Arbeit
Keyingi ko'rsatuvimiz mavzusi juda ham zo'r, o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.